Hayotim, mendan xavotir olma. Biz kazarmaga yetib keldik. Ertadan tayyorgarliklar boshlanadi. Senga bergan va'dam esimda. O'zingni men uchun asra. Seni sevaman. Yana xat yozib qo'y. Lola, yuborgan xatlaringni oldim. Adashmasam yig'lab yozgansan. Bilasan, bu yerda juda ham ko'p do'stlarimdan ajraldim. Vaziyat kundan kunga og'irlashmoqda. Shu xatim oxirgisi bo'lishi ham mumkin. Lekin seni juda qattiq sevaman va qaytib borishga albatta va'da beraman. Lola, bo'ldi, yig'lashni bas qilib, senga kelayotgan sovchilardan biriga rozilik ber. U endi qaytib kelmaydi, chunki uni uyiga qora xat ham yetib keldi. Opa, nega tushunmaysiz? U menga qaytib kelaman deb va'da bergan. Negadir ichimdagi bir ovoz u hali tirik, seni yoningga qaytaman deb aytmoqda.